6-avgust 2026-yil. Hozir yangi qo'yilib bozorga kelganmiz, yangi domlaga, yangi ko'patildagi konditsioner qo'yishga. Hozir men tashqi agregatini, kronshtaynlarini qotirdik, ko'ryaptim. 18 talik konditsionerimizni. Buni test qilib, buni yuk ko'tarishini tekshirib beramiz. O'zim taxminan 94 kilo, 95 kilomi? 100 kilo. 100 kilo emas. 100 kilo, 100 kilo. Taxminiy og'irligi 100 kilo. Bu nima uchun bo'tga qo'yilganligini ham keyin tushuntirish kerak. O'sha endi qo'lni qo'yib yuboring, strafovkangiz bor. Ha. Da. Mana bir chega qo'yaman. Da. Mana bu ko'taryapti. Endi buni bo'tga qo'yilishning sababi yangi qurilayotgan mana bu domlarni devori nima desa ekan? Bezablok, gazoblok. O'sha bazalit bilan gazoblok, beton yo'q. Mana bu variant ancha ishonchliroq. Agregatimiz 18 talik Augus bo'ladi. Augusni taxminiy og'irligi 30 kilodan 40 kilo atrofida bo'ladi. Hozir qo'yganimizni test natijasida shu ko'rish uchun sinov tariqasida chiqib ko'rdilar, lekin buni test qilmasdan ham bemalol qo'ysa bo'ladi. Mana taxminiy og'irligi mana bunaqa joyda yoziladi. 30 kilodan 40 kilo atrofida bo'ladi. Shuning uchun imkon darajasida keyin bunga faqatgina matga qo'ymoqchi bo'lib ushamadi. Bluferlar где-то 25 santimetrlik o'rtagan, ushamadi, yaxshi ushamadi. O'sha hisobiga baribir xavfsizlik sifatida va egasidan rozilik olgan holatda bu yerga qo'yib beramiz. O'zlari rozi bo'ldilar. Va ham bitta variant bu shpilkada uriladi. Bunaqa joydagi iloji boricha faqat ichki remont sal ikkita bo'lib turgan bo'ladi, ikkita uchta to'rtta bo'lib turadi. Xolodilnik chiqishi ehtimoli bor, shuning uchun bu yerga qo'yilmayapti. Nima chiqish? Xolodilnik chiqishi ehtimoli bor, shuning uchun qo'yilmaydi bu yerga. Balkim shunaqa gaplar. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilishingizga bo'ladi. Pastki raqamlarga Toshkent va Toshkent viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Assalomu alaykum.